Dasturimiz davom etadi. Buxoro shahridagi Zarmet universiteti tibbiyot yo'nalishida tahsil olayotgan birinchi kurs talabalari uchun an'anaviy shifokorlik qasamyodi marosimi bo'lib o'tdi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Mazkur tadbir yosh talabalarning hayotida eng muhim bosqichlardan biri. Shifokorlik kasbiga sadoqat va inson salomatligiga fidoyilik ramzi sifatida o'tkazildi. Tadbir davomida universitet rahbariyati, professor o'qituvchilari hamda taklif etilgan mehmonlar so'zga chiqib, talabalarga samimiy tabrik so'zlarini yo'lladilar. Ular shifokorlik kasbini sharafli va mas'uliyatli jihatlariga to'xtalib o'tib, talabalarga inson salomatligini asrash, bemorlarga mehr va e'tibor bilan yondashish hamda o'z kasbiga sadoqat bilan xizmat qilish zarurligini ta'kidladilar. Hozirda Zarmet universitetida anatomiya professori sifatida faoliyat yuritaman. Bu yerda faoliyat yuritish va universitet jamoasining bir qismi bo'lish men uchun katta sharaf. Bugun talaba yoshlarga o'q xalat kiydirish marosimida ishtirok etyapmiz. Ular orasida ham mahalliy, ham xalqaro talabalar bor. Bu haqiqatan ham quvonchli va esda qolarli kun. Zarmet universiteti talabalari juda iqtidorli, mehnatsevar va faol. Universitetning infratuzilmasi ham juda zamonaviy. Ishonchim komilki, bu yoshlar kelajakda tibbiyot sohasida katta yutuqlarga erishadilar. Barcha bo'lajak shifokorlarga muvaffaqiyat, kuch-g'ayrat va omad tilayman. Shifokorlik bu nafaqat kasb, balki inson hayotiga, sog'lig'iga va baxtiga mas'uliyat bilan yondashishni talab etadigan ulug' burchdir. Har bir oq xalat kiygan talaba o'z zimmasiga bemorlarga shifo, jamiyatga esa umid bag'ishlashdek yuksak vazifani oladi. Bugun oq xalat kiygan yoshlarning ko'zidan shuni anglab bo'lish mumkinki, ular tanlagan yo'lini faxr bilan boshlab, kelajakda malakali, vijdonli va insonparvar shifokor bo'lishga qat'iy bel bog'lashgan. Davlat yo'nalishida birinchi kurs talabasiman. Bu yo'nalishni tanlashimdan asosiy maqsadim yoshligimdan qiziqish va oila a'zolarimning shu yo'nalishga meni to'g'ri yo'naltirilgan deb hisoblayman. Zarmet universitetida sharoitlar juda yaxshi, ustozlar juda yaxshi pedagoglar dars o'tib bormoqda. Biz darslardan mamnunmiz. Tashkil etilgan marosim Zarmet universitetining yosh avlodini zamonaviy bilim, kasbiy madaniyat va insoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash yo'lidagi navbatdagi muhim qadam bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz.